Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun biz ingliz tili so'zlikni qanday o'rganish to'g'risida bir to'xtalaylik. Mayli siz ana tili ingliz tili bo'lgan yoki ingliz tili ommabop so'zlashadigan bir davlat ko'chman bo'lib bering yoki bag'in xili bo'lsin. Yoki siz ingliz tilini o'rganayotgan o'rta hal saviya bo'lsin. IELTS tayyorlik qiling yoki TOEFL tayyorlik qiling yoki siz GRE ga tayyorlik qilayotgan yuqori saviyada bo'lsin. Bizga eng oxir taqishib qoldig'ini mush so'zlik. So'zlik sababidan biz qiyinchilik uchraymiz. So'zlikning muhimligi deganda biz odatda so'zlik bilmasak, grammatika bilmasakmi, mush so'zlik bilan maqsadimizni ifodalay olamiz. Bu deganligi markaz grammatika xato deganlik emas yoki muhim emas deganlik emas. Grammatika intayin muhim. Lekin o'ylab yiqinglar. Everyone bilan everybody'ning farqini o'rganishning oshdi bormi? Bu ikki so'zni biladiganlar nima demoqchi bo'lganini tushunaladi. Bu ikkisining farqini o'rganib nima qilamiz? Bu yerda siz bir tanlov bozoriga kirdingiz. Masalan, siz Amerikada yoki Angliyada. Bir tavuz olmoqchi. Tavuz ingliz nima deydi bilmaysiz. Sizning grammatikangiz yaxshi emas, ammo siz ash prikazchning oldiga watermelon desangiz, ash biladi sizning nima demoqchi bo'lganingizni. Bu yerda nihoyatda hashamatlik yoki oqsa, pufraqliq grammatik bilishingiz hojat yo'q. Siz cho'qim so'zlik bilishingiz kerak. Ammo bu grammatikaning muhim emas deganlikdan derak bermaydi. Biz grammatikani o'rganamiz. Bu ayrim tema. Bu so'zlikning muhimligidan yana bir amaliy bir misol so'zlab bersam, burun bu amaliy bo'lgan ish. Vatandik chog'da shu ingliz tilini o'rganayotgan vaqtda chet ellik sayohatchilarga tarjimon bo'lib berib, uyg'urcha tarjimon. Shu orqali ingliz tilini mashq qilgan bir ishlar bo'ldi. Shu jarayonda men ko'chib ketib qolganda bir chet ellik ko'zim chiqib qoldi-da. Buningga men ingliz tarjimon bo'lib beray. Boshqalar uyg'urcha so'zlab. Shu bahonada men bir ingliz tili mashq qilib olaman deb uning kendi mağdım. U uzoq o'tmay bir oshxonaga kirdi. Men kirdim oshxonaga. Shuni bilan men ko'nglimda o'yladimda, bu ham tomoq buyurtamaganda men buning yordamchi tomoq buyurtib, shu bahonada bir paranglashib ingliz tilini mashq qilma deb o'ylagan. Bu 10 yil burungi bu. 10 yildek bo'ldi. Shuni bilan u bir ustalda o'tirdi. Men bir ustalda o'tirdim. Kütükçü keldi. Endi men bu yordam qilaman deb tursam, iliq chet ellik kütükçü qarab, "Mifam bormi?" dedi. Men turiblam qoldim. Kütükçü bor deblam ketdi. Amaliyotda men buni endi uyg'urcha intayin usta o'xshaydi deb o'yladim-da, chunki "Mifam bormi?" deyishga xil saviya ketdi. Ondan keyin og'ir ig'iz ochdim buningga. Sen uyg'urchani qanday bilganding deb. U bir ig'izdan uyg'urcha bilgan. Ya'ni mifam bormi degan gapni bilgan. Uningdan boshqa so'z bilmaydi ekan. U bir hafta burun bir oshxonaga kirib, tomoq buyurtamay, shu uyg'urcha oshxonaga, uyg'urlarning oshxonasiga. Bir nima dey deb tursa, endiki bir odam mifam bormi debdi. Desam, mulozim shuni bilan bir mifana gapiribdi-da. Endi bu uyg'urcha gap emas. Lekin biz endi o'rtaq shiltimiz-ku. Shundan so'ng oshxonaga kirdik-kan, bir oshxonaga. Qo'rsqasi. Kütükçü kelsa, mifam bormi deydi ekan. Mifayotini bir hafta o'tdi. Endi bu yerda u bir so'zlik bilganda mifam bormi deb. Balkim grammatika to'g'ri chiqqanda, lekin biz so'zlik boylig'imizni oshirsak, bizning ingliz tili o'rganishimiz qanday tez ilgarilaydi. Unda esa eng avval biz mush ingliz tilini qanday mush o'zi ana til ingliz tili bo'lganlar qanchalik ingliz tili bildi shuni bir qarasak, iqtisodshunos jurnali bilishinglar mumkin, The Economist deb. Shu 2010 yillik bir statistikada
Ana tili ingliz tili bo'lganlarning 8 yoshlikisi, 8 yoshlik bir bola so'zlik o'lchami taxminan 10 ming ekan. 10 ming atrofida so'z bilgan, 8 yoshlik bir bola. 4 yoshlik bolacha 5 ming so'zni bilgan. Unda bo'lsa ingliz tilidan imtihon berguvchilar IELTS va TOEFL imtihon beraman deydigan qana ba'zi tadqiqotlarga asoslanganda taxminan 6 mingdan 7 minggacha so'z oilasi bo'lishi kerak deydi. Deb qaraldi. Endi so'z oilasi degan endi word family degan gap, endi so'z. O'ylab baqsanglar bo'ldi, 8 yoshlik bola taxminan 10 ming so'z bilsa, siz 6 ming 7 ming bilan IELTS, TOEFL, GRE'dan eg'iz qila olmaydi. Unidan yaxshi nomer aql bo'lmaydi. Siz shunga taxminan 10 mingdan 12 minggacha so'zlik deb o'zingizga qanday talab qo'yishingiz kerak. Andan keyin yaxshi nomer aql oldi. TOEFL yoki IELTSdan o'tdim demaymiz. Mana shu nomer oldim deymiz. Chunki nomer cheki yo'q uning. Nomer cheki oliy maktabning ehtiyojiga asosan shular belgilab bergan talab bo'yicha bo'ladi. Masalan, biraylar IELTSdan 7 nomer olgan bo'lsa, u balkim layoqatsizlik bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi oliy maktablar 7.20 qabul qilsa, u 7si layoqatsiz uning uchun. Shunga yaxshi nomer olish uchun taxminan 10 ming so'zlik bo'lsa, IELTS yoki TOEFLdan o'zimiz qanoatlangandek, ya'ni IELTSdan 7, TOEFLdan 100 atrofida bo'lish uchun kam deganda 10 ming so'zlik bo'lish kerak. Ham 8 yoshli bola TOEFLdan 100 nomer atrofida yoki IELTSdan 7 nomer atrofida ola olamdi deganda uni men uqmayman. Ham notayin. Bu yerdagi bizning masala so'zlik masalasi. Unda bo'lsa, shu ingliz tili ana tili bo'lgan davlatlar ko'chman bo'lganlarcha. Ular qarsanglar 1 yil, 2 yil, hatto 5 yil bo'lganlar bor. Masalan, Amerika, Angliya, Yangi Zelandiya yoki Avstraliya bo'lishi mumkin. Ana tili ingliz tili bo'lgan davlatlar. Ma'o xarita qarsanglar, shu rangi qancha qiyinlik bo'lgani yoki ingliz tili ana tili bo'lgan davlatlar. Qolgan susilishga akishib, ingliz tili asosiy ishlatilgan so'zlashilgan davlatlar. Hamda ular, ya'ni asha ko'chman bo'lganlar 1 yil, 3 yil yoki 5 yil ulabmi, nima uchun ingliz tilida aloqalanmaydi? Nima uchun xizmatning o'tisidan chiqolmaydi? Ular har xil sabab bor. Sabab jiq uningga. Lekin biz buninglik bilan o'zimizga bahona topmasak bo'lmaydi. Balkim ish cho'ng bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Yoki ishingiz cho'ng bo'lishi mumkin. Balkim turmush sizni oldiga selib olgan bo'lishi mumkin. Yoki boshqa sabab bor. Ammo bu sabab bo'lmaydi. Bahona bo'lmaydi. Cho'qim o'rganish kerak. O'rganmisiniz? Musha holatingiz ilg'o 1 yil, 2 yilgan, 5 yil, 10 yilgacha o'xshash bo'ladi. Masalan, ana tili ingliz tili bo'lgan davlatga 2020-yil chiqqan bo'lsangiz, agar ingliz tili o'rganmasangiz, 2040-yilga borgandimi, sizning kirmingiz, turmush holatingiz, sapa, hamish o'xshash bo'ldi, 20 yil o'zgarmaydi. Biz cho'qim ingliz tilini o'rganishimiz kerak. Men bu yerdan nuqul ana tili ingliz tili bo'lgan davlatda yashayotgan qarindoshlarga da'vatman, xitob qilyapman. Cho'qim o'rganishingiz kerak. Hozirgi turmush holatingizni o'zgartirishingiz kerak. Masalan, bir kasbning peshini tutsangizmi, cho'qim ingliz tilini o'rganmasangiz bo'lmaydi. Shuni ingliz tilida aloqa qilish kerak. Siz kompyuter o'rgansangizmi, shuni ingliz tilida aloqa qilasiz. Kompyuter o'rganiblam u xizmatni topolmaysiz. Qancha bilsangizmi, topolmasligingiz mumkin. Shunga ingliz tilini yaxshi o'rganishingiz kerak. Hamda boshqa qarindoshlar bor, IELTS yoki TOEFL berib, ba'zi oliy maktabda o'qimoqchi bo'lgan. Ularni o'zi qattiq talab qo'yish kerak. Bu faqat bir fursat, bu bir ko'rik. Hamda ingliz tilini qanday o'rganamiz? Buning uchun eng avval sizda qanchalik ingliz so'zlik bor? Siz qanchalik ingliz so'z bilasiz? 500, 5000 yoki 10 ming. Bilmasligingiz mumkin. Shunaqa uni siz statistikалап бақмаған, санап бақмаған yoki. Hamda Iqtisodshunos jurnalininki statistika asoslanganda 8 yoshlik bir bola
Yani Amerikalik 8 yaşlık bir bola. Tahminen 10 ming söz biladi dedi. Bu mende bağlan gap emas. Buni tadqiq qilib chiqqan. Necha million odamga qanda, necha million sinaq qilib berib, undan keyin chiqqan. Balkim to'g'ridir, balkim xatodir. U muhim emas. Muhimi biz qanda o'zimizning amaliy o'disdan chiqarish uchun qanchalik so'zlik o'rganamiz. Eng avval biz o'zimizning so'zlikini sanab boqaylik. Buni qanday sanaymiz? Bu yerda bir to'rbat va o'zimizning so'zlikini qanchalikini mushu istaslab bera oladigan. Bu to'rbat chiqay. Siz Google chiqib test your vocabulary deb izlab mushu birinchi to'rbat yoki to'rbatning ismi qanday? testyourvocab.com chiqsanglar bo'ldi yoki mushu men degandek chiqsanglar bo'ldi. Chiqsanglar test your vocab degan bu to'rbat chiqamiz. Bu to'rbatning funksiyasi nima deganda mushu algoritm orqali sizning qanchalik so'z bilganligingizni hisoblab chiqib beradi. Buning to'g'rilik darsini tanishib ko'ring. Ammo buningga birlam qoidasi bor. Nima qoidasi bor desangiz, cho'qim samimiy bo'lishingiz kerak. Bu yerda tanlaydigan 3 bo'lak kategoriya bor. Siz birinchi diqqat qiling. Biladigan so'zligingizga belgursiz. Masalan, like. Bildingiz bu so'zni. Think bildingiz. Mush bildigan so'zliklarga belgurib maqsiz. Ammo siz bilmaydigan bir so'zlik bor. Masalan, cynical yoki verger deb. Bu so'zlikni bilmasangiz belgurmaysiz. Andan keyin ba'zi bir so'zliklar bor. Masalan, drum. Bu so'zni siz bir yerda ko'rgandek. Ko'rgandek, lekin ma'nosini bilmadingiz. Bilamadingiz. Aniq, keskin, %100 ma'nosini bilamadingiz, belgurmaysiz. Cho'qim belgurmaysiz. Birinchidan bilmaydigan so'zga, ikkinchidan jazmlashtirilmagan so'zga. Da ko'rgandek, lekin cho'qim 100% bilishingiz kerak. Ya'ni 100% bildigan so'zingizga belgursiz. Andan keyin bu sizga sonini chiqarib turdi. Eng muhimi nima? Samimiylik. Samimiylik. Masalan, eng asosiy so'zni lam qilay. Masalan, mishakchi bilishinglar mumkin. Bu yangi o'rganayotganlarga qartildi. Yangi o'rganayotganlarga qartildi. Qag'inda o'zingiz sinab beqing. O'zingiz samimiy bo'lmasangiz bo'lmaydi. Yangi o'rganayotganlar, yangi o'rganayotganlar uchun tanlayapman. Balkim bundan ortiq so'z bilishingiz mumkin. U muhim emas, men faqat ko'rsatib qo'yatim. Hamda uchinchisi. Buningga cho'qim javob berishingizdan hojati yo'q. Birinchisiga javob berib qo'ying. Endi tilingiz, ingliz tilingiz ana tilmi yoki ikkinchi tilmi demoqchi. Second, ikkinchi til deb qag'ini tanlamsanglar bo'ldi. Finish. Ya'ni yangi o'rganayotganlarning qanday taxminan qancha so'z bor ekan?
890 sözlük çıktı. Yani shunchalik sözlük var. Aş sözlüklerini bilseniz. Adette özünüzün addi qanday ifodalaysiz o'tishdan chiqa olasiz desa, deganda taxminan 2000 so'z bilsangiz o'rningizdan chiqa olasiz. İngilizce. Unda bo'lsa, qanchalik inglizcha so'z bilsiz? Hisoblab baqdingizmi deyman. Bayatdan beri so'zlaganlarim bu muqaddimasi xolos. Endi eng muhim nuqtasiga keldik. İngliz sözlükni qanday o'rganamiz? Hozir eng muhim, eng unumli usulni deyman. Ya'ni cho'yinda qo'ng, po'latdek bel, yalqintog'dek iroda bo'lish kerak. Boshqasi bekor. Boshqa yo'l yo'q. Avaromang. O'rganmaysiz. Agar sizda cho'yinda qo'ng, po'latdek bel, yalqintog'dek iroda bo'lsa. Birinchi bo'lib mushularni hazırlashingiz kerak. Cho'qim o'rganma deyishingiz kerak. Qachonga so'raymiz buni ingliz tilini? Qachongacha 1 yil o'rganamsiz, 2 yil o'rganamsiz? So'rayvermaymiz. Bu gapim har qanday saviyadagi ingliz til saviyasiga odam mos keldi. Mayli tuvan saviya, o'rta saviya yoki yuqori saviya bo'lsin, har qanday mos keldi. İngliz tilga emas, har qanday tilga mos keldi. Sizda cho'yinda qo'ng, po'latdek bel, yalqintog'dek iroda bo'lmaydi. Mushuni yezib olib, ingliz tilini o'tgan chog'da. Bir chaplayvering. Endi biz ingliz tilini o'rgangan chog'da eng ommabop yo'l qo'ygan masala, har qanday odam yo'l qo'yadi, hatto men yo'l qo'ygan. İlham yo'l qo'yman. Nimo deganda ingliz tilini o'rganganda o'rgangan so'zlikni unutib qolish. To'g'ri? Siz o'rgansangiz unutib qolasiz. 10 so'z o'rgansangiz, aytsa 4 ni eslay olsangiz cho'ng gap. Bir oydan keyin bir narsa olsangiz cho'ng gap. Nimish unutib qolasiz. O'rganib qolsiz, shuning bilan o'rganib beqib, faqatsam eslayolmagandan keyin tashlab o'tasiz. Yani desem bu har qanday saviyadagi ingliz til saviyasiga odam mos keldi. Bu gapim. Unda bo'lsa, nimish unutib qolmaydi deganda, unutib qolishingiz normal. Intayin tabiiy. İnsan normalda unutib qoldi. Bu o'rgangan hamma narsa esingizda qolsa, bu intayin azobli şey bu. Balkim sizlar bir unutish, yantuqsizlikqa deb anlagan bo'lishingiz mumkin. Bu odamning ismi Graham deyman. Bu odam nima deydi desanglar, ya'ni bu grafik qarasanglar, bu nurg'un tadqiqotlar bilan shug'ullanib, ya'ni 19-asrdagi odam bu. Mush unutilish jarayonini yakunlab chiqqan. Bir odam nima unutib ketadi, yo qancha vaqtda unutib qolishgan. Buning tadqiqotiga asoslanganda kishilar nihoyat tezla unutishga moyil bo'lgan o'rganish materialini asta-asta unutib ketadi. Bo'libmi qanda? Mayli oliy maktab o'quvchisi bo'ling yoki to'liq o'tirma o'quvchisi bo'ling. Masalan, oliy maktab, ya'ni yoshlarni o'rganish iqtidorini yuqori deb qaraymiz-ku. Unutib ketadi. Qarsangiz, o'rgangan narsani bu deydi. Har qanday o'rgangan narsani 1 soat ichida normal ahvol ostida 1 soat ichida 50%, ya'ni 20 unutib ketadi deydi. Bu odam tadqiq chiqqan. 20 unutib ketsizlar. Masalan, oliy maktabda 1 soatlik dars olgan bo'lsanglar, 1 soat dars tutgandan keyin ashuna 20 unutib ketsizlar nima so'z ekanligini. Buni o'shanimsanglar, YouTube'dan 1 soatlik bir dars anglab, darsni anglab bo'lgandan keyin ashuni mashg'ulot qilib qo'yganlar. Masalan, bir kompyuterdan bir narsa o'rganib, kod yozishni 1 soatlik. 1 soatdan keyin shu bo'yicha qilib qo'yganlar qila olamizlar-ki. Natayn talant tekstdan boshqa. Shaxsan men oliy maktabda taxminan 70 yil fan o'qigan.
5 yil jarayonida 70 ga yaqin fan o'qigan, uning 5 fanning ismini deb bermayman hozir. Bir fan kitobning muqovasini qanday rangligini deb bermayman. İsimde yo'q, hech qanday narsa isimde yo'q. Hamda muqovasining rangi muhim emas-ku. Ham demak o'g'lim odam unutib ketadi. Bilim nima deganda, ma'rifda o'rganganlari unutib ketgandan qolib qolgan narsa shu bilim bo'ldi. Nimani unutmagan bo'lsangiz shu bilim bo'ladi, haqiqiy bilim bo'ldi. Unda bo'lsa bu unutish grafika asoslanganda biz o'rganib, mush ingliz tiliga mos keldi. Boshqa narsalarni chiqarib o'taman kallamga. Ingliz tili demoqchiman. İngiliz tili o'rgansangiz 1 soat ichida 50% bir narsa unutilib ketadi deydi. Bu vaqtning o'tishiga ergashib 1 oy ichida siz 30% ga yetmaydi. O'rganayotgan bo'lsangiz, masalan, 100 so'z o'rgangan bo'lsangiz, 1 oydan keyin qanday? Aran 30 ni eslay olasiz. 70 ni unutib ketasiz. Bu normal adam. Normal ish bu. Tabiiy ish bu. Adam unutib ketadi. Unda esa biz ingliz tilini qanday qilib unutmay o'rganamiz. Biz dal mushuning grafikdan foydalanamiz. Ya'ni qarasanglar, bu o'rganish grafiki. Bir narsa mana 100% dan 60%. Biz qanday bir narsani o'rgangan bir narsani qanday 80% eslay olsak, intayin cho'ng ish bu. Yuqori unum u 80% ni eslay olsak, o'rgana olsak, u muvaffaqiyat o biz uchun. Biz qanday qilamiz deganda, mushu grafik orqali unutishni uzartamiz. Ya'ni ma'lum bir narsani hozir o'rgandik, 1 soatdan keyin qanday? 1 soatdan keyin nima? 1 kundan keyin 1 kun ichida yoki bir qitim takrorlaymiz. Bir qitim takrorlab, ya'ni 1 kunda mush o'rgangan narsani 1 kun o'tab, yana bir takrorlab, u yana o'rlaydi. Ma unutish vaqti uzraydi. Ondan keyin ash o'rgangan bir so'zni yoki o'rganganni 3-kun o'qiganda qanday yana bir o'rganamiz. Bu yana o'rlaydi bu. Ondan keyin shu o'xshash so'zlikni 6-kun bir o'rganamiz. Ondan keyin bu intan uzun ilqi. Haqiqiy asishqa uzraydi. Mushu. Men mush so'z orqali, mush usul orqali kuniga 300 so'z o'rganib baqqan. Ne 10,000 so'zlik deb bir kitob bor. TOEFL 10,000 deb. TOEFL 10,000 deb. Men 1 oy o'rganib baqqan ashni. Kuniga 300 dan so'z o'rganib. Uni tafsilotini keltirib so'zlayman. Biz ingliz tilini qanday 2 yil o'rganmaymiz, 5 yil o'rganmaymiz. Demakchi o'g'lim, uzartayvermaymiz. O'rganib, tashlab qilavermaymiz. Bir o'rganimiz, ya'ni grafikni qanday bir qismimiz qisqa vaqt ichida unumini uzartamiz. Qachon qarasa ingliz o'rganyapman deb o'tamaymiz. Albatta, o'rganish degan bir umr bo'ladi ish. Lekin qanday mening da'vatqinim o'dimizdan chiqqidek qanday bek so'zlab ketmagan yaxshi. Buning uchun unumli o'rganish kerak. Unda bo'lsa, men hozir tafsilotini so'zlayman. Men qo'llangan choraning. Birinchi. Cho'qim, cho'yinda qo'ng, po'latdek bel, yalqontaqdek iroda bo'lish kerak. Mavi bek muhim. Ma bo'lmasa yengil olmaydi. Bika, yana desam. Cho'qim, cho'yinda qo'ng, po'latdek bel, yalqontaqdek iroda bo'lish kerak. Ondan keyin haqiqiy tafsilotlar. Siz bir nishon tiklang o'zingizga. O'zingizning ingliz saviyaga asosan. Agar siz
İngilizce hech qanday o'dingizdan chiqolmasangiz, bu degan gap sizni apirplam Texas shtatini o'tirib tashlab qo'ysa, hech qanday Uyg'urning yordamisiz bir ishni qilolmasangiz, bajarolmasangiz, sizning o'dingizdan chiqolmaysiz degan gap. Shunday ahvolda bo'lib qolsa, siz o'zingizga 3000 so'z belgilang. 3000 so'z o'rgansangiz bo'ldi. Eng ko'p uchraydigan qanda 3000 so'z. Agar sizda ozroq saviya bo'lsa, ya'ni aran aplab, saplab o'dingizdan chiqa olsangiz, bu qanday degan gap deganda, bir talla bozorga kirib, taoz olmoqchi bo'lsangiz, watermelon deyish orqali ham shu o'zingizning ifodani aran shunday ifodalayolsangiz, 5000 dan 8000 so'z o'rganing. Bir ay ichida. Bu plan bir ay ichida. Uni da ortiq o'rganmaymiz. Bir ay belingizni bog'lang. Qanda? Cho'yinda qo'ng, po'latdek bel, yalqintaqdek iroda bilan. Bir ay. Bu plan bir oylik plan. Bir ayda o'zingizning saviyaga asosan 3000 so'z, 5000 so'z. Hamda IELTS yoki TOEFL o'rganayotganlarga men jang e'lon qilay. 10 000 so'z. Bir ayning ichida. Bir ayning ichida 10 000 so'z o'rgansiz. Men hozir tafsilotini deb beraman. Siz masalan 5000 so'zni o'rganmoqchi. Chunki men bu videoni ko'rayotganlar ozroq ingliz tili asosi bor deb qaradim. Azroq ingliz asosi va 5000 so'z o'rganing o'zingizga bir ay ichida. 5000 so'z. Qanday o'rganasiz deganda 5000 ni 42 ga bo'lasiz. Men bo'lib beray, ha. 5000 so'zni men bo'lib beray 42 ga. Chunki bizda tanishchanlik nimsayin tanig'ir. 5000 ni 42 ga bo'lsak 119. Ya'ni 119, 120. Butunlab siz bir kunda 120 so'z o'rganasiz. 5000 so'zni 42 ga bo'lib olsiz 120 dan. 1-2 uchida shu tayyorlikni qilib oling. Qaysi so'zni o'rganma deyishinglar mumkin. Shunaqa. Chunki men burun boshqalarga ingliz tilini o'rgangan kinodan tavsiya qilsangiz yoki qaysi kinoni o'rgansak tushunishga oson bo'ldi, yaxshi bo'ldi deb so'raganlarga kino tavsiya qilsam, "Na'din ko'rmaysiz?" deb so'ragan. Shunaqa bir narsani bir uchurin deysangiz, hatto ashunimi endi ash kinoning bo'lsa tushirib bir barmoq tizga qashlab qo'l tutqizib qo'ymoqchi hamda. Ashuna darajada. Sizda cho'qim bir so'zli kitob bo'lishi mumkin. Shu so'zli kitobni o'rgansangiz yaxshi. Hamda muqim 5000 so'zlik nerdan qilmaysangiz, biz YouTube'ga free 5000 word list haqsiz 5000 so'zlik qanday tizimlikka deb kirgizsangiz wordfrequency.info motorbet chiqadi. Bu to'rbet kirsiz. Bu to'rbet ingliz tilida ya'ni frequency degan qanda chastotasi, ya'ni qitim soni yoki ishlatishchanlik qanda intayin yuqori bo'lgan so'zliklarni saslab chiqqan. Ingliz tilida qo'llanilgan 5000 so'zni, ya'ni 450 million so'zning ichidan 5000 ni qanda bu tanlab chiqqan. Siz qo'lingizni qalam ilib, men dedim-ku boyam. Qanday iroda, qanday bel, qanday bir narsa bo'lganligini. Mush so'zni qanday 120, hatto buning darajasidan tortib manchinchisi deb. Siz bugun boshlagan tunji kuni, bugun birinchi kuni. Qayerga jo'nasiz? Mush 120-gacha afterga jo'nasiz. Hech qisi yo'q, oson bo'lsa hech qisi yo'q. Bu ta'sirliklar emas, qaranglar.
Us, life, child, work deb. Bilsingizmi hech yo'q, ya'ni o'rganing. Men bu faqat ozroq saviyasi yoki o'rtal saviyasi bolalar uchun tavsiya qilyapman. 5000 so'zlikni. Siz yuqori saviya bo'lsangiz, albatta siz topa olasiz 10000 so'zlikni. IELTS yoki TOEFL uchun 10000 so'zlik desangiz chiqadi. Men faqat mushnim topolmaydiganlar uchun tavsiya qilyapman. Mushim 5000 so'zlik tizimlikni. Siz belgili bilan bir ay o'zingizga jang e'lon qiling. Bir ay. Kuniga 120 dan. Endi buni qanday o'yinsiz men hozir deb beraman. Demak, bir kunda qancha so'z o'rgangansiz? 120 so'z o'rgansiz. Endi men sizga yana bir jang e'lon qilaman. Siz uni bir silang. Bir kunda 120 emas, 240 ni o'rganing. 120 emas, 240 ni. Tez emas. O'zingizni qanday? Besim qiling. Chunki bir ay ketmaydi onunga. Bu 5000 so'zni 10 kun o'rgansiz. Demak, bir kunda qancha so'z o'rgangansiz? 120. Unda bo'lsa, siz hozir oldingizmi? Cho'yinda qo'ng, po'latdek bel, yalqintaqdek iroda. O'rgansiz, bir ay ichida o'rganibsiz. Uningdagi o'rganmaysiz, so'z o'rganmaysiz. Mushu bir ay tishingizni tishlab, qanday qilib bo'lsa-mu, mushu 5000 so'zni o'rganibsiz. Turmushingizni o'zgartmasangiz bo'lmaydi. Hozir ahvolingizni o'zgartmasangiz bo'lmaydi. Unda bo'lsa, men sizga yana bir jang e'lon qilay. Bir kunda 120 emas, 240 ni o'rganing. Men 300 dan o'rgangan. O da tez sözlüklerdi, yuqori saviyalik sözlüklerdi. Bir kunda qanchani? 240 so'z o'rganasiz. O'rganishdan boshqa hech qanday ish yo'q. Bir oy ichida jang e'lon qilamiz o'zingizga. Qanday o'rganasiz? Birinchi kuni har 120 so'zlikni bir list qilamiz, bir tizimli qilamiz. Uni birinchi kuni qanday? Birinchi list qanday bo'ldi? Birinchi so'zdan boshlab 120 gacha, ya'ni 120 so'zlik bir list bo'ldi. İki list qancha so'z? 240 so'z. Mushunda bo'yicha har qo'lingiz bilan xotirlab, har 120 so'zni bir list qilib olasiz. Demak, birinchi kuni qani? Birinchi, ikkinchi tizimlikni o'rganasiz. Ya'ni 240 bo'ldi. Ikkinchi kuni diqqat qiling ha. Bu yerda mat tanglik belgisini ko'rdingizmi? Bu takrorlash hisoblanadi. Bu takrorlash. Qanday takrorlaysiz? Diqqat qiling. Aytganda, tunji kuni birinchi, ikkinchi so'zlikni o'rgandingiz. 240 so'z. Tugida kechda bir takrorlaysiz birinchi kuni. Av takrorlash. İkinci kuni yangi so'z o'rganasiz yana. Uchinchi, to'rtinchi so'z o'rganasiz. Yangi so'z. Uni o'rganib bo'lgandan keyin, ya'ni 240 so'zdan keyin uni o'rganib bo'lablam. Birinchi, ikkinchi, ya'ni tuningisini bir takrorlaysiz. Anadan keyin kechda birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchisini yana bir takrorlaysiz. Ma ikkinchi kuni ham bu. Uchinchi kuni 5-6 yana 240 so'z. Yangidan keyindan ulab o'rganasiz. Uni o'rganib bo'lganda 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi list, ya'ni o'lish kuni bilan tuningisini takrorlaysiz. Mush yerda mush tanlik belgisi qaysi bo'lsa, shuni takrorlaymiz degan gap. Aytgan bilan kechda. Bu qanday? 21 kuni kelgan chaqda tugaydi. Siz 21 kun ichida 5000 so'z o'rganib bo'lsiz. Bir oy kelgan chaqda, bir oyga dal mishay kelgan chaqda 90 bo'ldi. Mushi bo'yicha o'rganib maqsiz. Hamda 240 so'zni qanday o'rganaman deyishingiz mumkin. Siz yarım soatda, ya'ni 60 so'zlikni 1 soat o'rgansangiz, 240 so'zni 2 soat o'rganib bo'lsiz. Uni qanday o'rganaman? Siz 1 minutda bir so'zlik o'rganasiz. Buni har 5 minutda 5 so'z o'rgangandan keyin 1 minut turib olasiz. Buni qanday o'rganamiz deganda, cho'qim 10 qitimda yozishning hojati yo'q, 5 qitimda yozishning hojati yo'q. Biz faqat masalan where degan bir so'zni qayer degan o'rganmoqchi bo'lsak, aşı where'ni qanday asli tushuntirishimiz. Bir qitimlab yozib olsak bo'ldi. Where. 1 minutning ichida bir so'zni o'rgansangiz bo'ldi.
5 minutning ichida 5 so'z o'rganasiz. 5 minut to'shqan amatlam. Ash o'rganib etgan 5 so'zni bir qitim takrorlab o'tasiz. 1 minut qarmaysiz. 1 minut to'xtab olasiz. Ondan keyin 6 minutdan boshlab 1 minut o'tib ketgan 7 minut bo'ldi. Yana 5 minut, yana yangi 5 so'z o'rganasiz. Yana bir to'xtab olasiz. Mush birlik bo'yicha 1 soatda qanda 60 so'z o'rganasiz. 60 so'zni o'rganib bo'laplam. Yana bir qitim ash 60 so'zni bir o'qib o'tasiz. Manda qarab, yozishingizdan ochdik. Boshdan yana bir o'qib o'tasiz. Ma'nisi ma bu? Ma'ning ma'nisi ma bu? Deb manda o'qib o'tasiz. 1 soat tugaydi. 10 minut aram olasiz. Yoki yarım soat aram olsangiz bo'ldi. Ikkinchi lesni boshlaysiz. Ikkinchi lesni mush bo'yicha qilasiz. Yana 1 soatda ikkinchi lesni tugatasiz. Ikkinchi lesni tugagandan keyin bo'ldi. Tugdi vazifamiz 2 soatlik vazifamiz tugdi. Bugun bo'ldingiz 240 ni mushundaq. Emniyet qanchalik es saqlay oldingiz deganda, u kuni kech o'g'anda qanda? Kech o'g'anda 20 ni es saqlay olmasangiz mumkin. Lekin bu yerda bu planning no'jiri shu kuni es saqlash emas. Qarang, men misollar beray. Ma birinchi kun o'rganganni ikkinchi kun takrorlaysiz. 4-kun takrorlaysiz. 7-kun, 9-kun takrorlaysiz. 10-kun takrorlaysiz. Yo'qmi 15-kun takrorlaysiz. Jigim 4-kun takrorlaysiz. Aşı bir o'rgangan bir qitimliqni qanda 5 qitim bir oyning ichida 5 qitim takrorlanmoqdi. Musha kagicha bir oygacha hammasi kam deganda 4 qitim 5 qitim takrorlanib uni sizga o'tadi. 80% ni esingizda qolsa, bu sizning qalbingiz. Hatto uningdan yuqori bo'lishi mumkin. Buning uchun qanday qilamiz? Yana bir qitimday cho'yinda qo'ng, po'latdek bel, yalqintaqdek irada bo'lish kerak. Unda bo'lsa, o'zingiz jang e'lon qiling.